Sizlarga yo'lda bo'yidan arzon joy topib qo'ydim. Xohlasanglar tagi bilan sotib olinglar. Turar joyimiz yoki bir choyxona qilaman desangiz ham lokatsiyasi zo'r joyda. Qarab turinglar. Chorvachilik, metanni ro'parasi, Rishtondan Zodiyonni svetoforga kelganingizda o'ng qo'lga mana shu joyimiz srochna sotiladi yoki arendaga olib turib ishlatinglar. Yaxshi lokatsiyasi ham, joyi ham zo'r joy. Bu tomonda mana bu joyda katta zali bor. Mana so'rilarni qilib chiroyli qo'shibdi. Yurgizaman deganlarga yaxshi lokatsiyada, qaranglar, yaxshilar. Bu yerdan chiqamiz. 2 etajdan iborat. Mana bu xonalarni ko'rsatib qo'yay sizlarga. Shu videoni shunday o'sha arendaga joy qidirib yurganlarga yo tagi bilan sotib olaman deb yurganlarga tashab qo'yasizlar. Bu joyda mana umumiy sanuzillari, yuvingani joyi bor, 3 ta tualeti bor. Bitta pasudaga yuvadigan joy. Mana hamma idish tovoq hammasi sotiladi. Ichida hech narsa qolmaydi. Morozelnik, xolodilniki bor. Moyka o'sha yuvadigan joyi idish tovoqlarda. Bu yerda zagotovkaga, bundan tashqari qozon ilgani mana joylari ham, vычkalari ham zo'ri bor. Hozirgina mana bu yerdan chiqib ketadigan joyi bor. To'g'rida hojatxonasi, to'rga 20 metr ag'da yana joyi bor. Joy qidirib yurganlarga yana aytayapman, jo'natib qo'yinglar. Hozir ikkinchi qavatga ketyapmiz. Ikkinchi qavatda ham 10 tadan oshiq joyi borda, xonalari bor, o'tirgan tayyor. Mebel, jihoz hammasi bilan sotiladi. Hozir men narxini oxirida aytaman sizlarga. Uzun koridor, mana xonalarni bitta-bitta ko'rsatyapman. Qaranglar. Mana yangi remontdan chiqqan, hech qayerda ko'chmagan lokatsiyani qaranglar, yo'lda bo'yi. Bu tomonda ham xonalari bor. Oltari Qo'qonli akalar sizlarga olib turib ishlatsalaring, Rishtonni yaxshi joydan, lokatsiyasi zo'ridan. Mana. Xonalar ko'rdinglar-a? Sotiladi. Bu joyimiz turar. Narxini $99,000 yana tushib berishadi. Arendaga olaman desanglar, men o'zlaring kelib chiroyli qilib beradi. Ko'p muddatga olsanglar, narxini tushirib berishadi. Muhimi 24 soat reklamadan keldik deb aytinglar. Xudo xolisa inshaalloh. Pastda raqamlar qoldiryapman. Bemalol aloqaga chiqib, baraka qilishlar mumkin yoki olib turib yurgizinglar. Yaxshi joydan. Eng qiziq tomoni, eng yaxshi tomoni yo'lda bo'yida. Unaqa lokatsiyadan ko'p ham chiqmaydi. Mana Zodiyonni o'sha svetofordan unga yurib kelganingizda bemalol nima qila olasizlar.